Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday bo'linglar, yaxshimi? Men Memetjan qurbonidan minglarga o'tliq salom. Ma videomniki 5-ni azroq tushuntirish berib qo'ysam, bundan keyin shu 10 sekunddan 15 sekund yoki 20 sekund degandek shu o'zimizningki madaniyati bo'lgan naqshini qo'yib, aqliy so'zdan Uyg'urchani birini, inglizchani birini chiqarishni planladim. Nima uchun degan chaqda aqliy so'zni endi o'qib qo'ysak bo'lmaydi, ammo amaliyotga bog'lashga tirishimiz ham o'yla. Shunlashqa men bak amraqdim. Atrofimda ko'plagan do'stlar bak amraqga buningga shunlashqa sog'lomlik to'pini ko'rishni xohlamaydiganlar bo'lsa-mu, bu sog'lomlik to'g'risidagi narsalarni qilmay, shu aqliy so'zni ko'rib bo'lsa-mu, azroq bo'lsa-mu bir ilhom olsin deb shu 5-ni shu videoning bundan keyin amal bor shu boshlanishiga shu 15-20 sekund atrofida shunaqa loyilashni planladim. Buni bir tushuntirish beray deb o'yladim. Andan keyin bugungi temaga kelsak, bugun so'zmoqchi bo'lgan temam asosligi hozir kuz fasli, mana endi shunlashqa kuz faslida eng ko'p uchraydigan zukam to'g'risida azroq to'xtalay deb o'yladim. Men davomli deb kelyapman bu nimani videomni bir leksiya qatorida qattiq so'z alqi nima deymiz, bahlamalqi tartiblik mundaq so'zlasam, amal bu erkin azada so'zlab qarindoshlarga mundaq o'tirib paran qilishgan qiyofatda undan keyin zag'ir tilimizda, ya'ni qora tilda so'zlashni davomli davatma hamda shuning tirishyaptimi. Ko'pincha qarindoshlar mana shunday yaxshi fikrlar beryapti, shunday tushunishli bo'lyapti deb hamda shuningdan nayt xo'sh bo'lyaptimi. Amal bu hamda shu kasbiy gaplarni oz qilib biz o'zimiz tushuna oladigan odatlik odamlar tushuna oladigan qatorda so'zlashni tirishay deb o'yladim. Bu zukamni hamda böyle o'qimiz, zukam degan har qanday kasalning manbasi degan gaplarmi bor. Shunlashqa ba'zi zukamlarga sal qarsak bo'lmaydi. Men tekshirib qarab baxsam, bu zukamning turlari bak ko'pkan, shu virusniki dastidan, shu nimasida sababidan har xil virus 200 xil bo'ladi ekanda, shuning nisbatan shu zukamning turi har xil bo'ladi ekan. Hem köpünçüyle o'qimiz zukam bo'lsa qanday alomat bo'lganligini. Ondan keyin ko'proq anglaydiganimiz, men zukam bo'lsam burnimdan tutadi deydiganlar ko'p, ba'zilar ko'z yashang'iraydi, ba'zilar yutildi degandek. Shunlashqa har xil alomatlar ko'rildi ekan. Shunlashqa hamda bu ba'zida bu zukamni eng alqi osti degan chaqda bir hafta, uni bo'lmasa 10 kunda sallamaza saqlaydi ekan. Agar 3 haftadan ushq bo'lib ketsa, cho'qim jiddiy qarash kerak ekan. Shunlashqa bu zukamniki turlarini dedim. Shunga hamda ko'p uchraydigan shu bo'libmi shu yutal bilan burunniki shu alomati asosan 80-90% atrofida bo'ladi ekan. Shunlashqa buningga hamda agar hamda oldini olamiz deymiz, ammo ba'zi olamaydigan ishlar ko'p bo'ladi. Bo'libmi bolalarniki o'sib ketilishi, ko'p a'zolariniki o'sib ketilishi, pishmag'ashqa immunot kuchi ojiz bo'ldi-da, buni ham o'ylab bilamiz. Shunlashqa yutilib, anandagi burnidan suv eqib degandek alomatlar ko'p ko'rildi. Bu yutilish degan qanday bo'ldi degancha azroq yutilib qolsalar hamda andish qilib doktorga olib borganlar bor. Meningcha bo'lsa unda qilishning o'rni yo'q. Nima uchun degan chaqda bu hamda havo o'zgargandan keyin shu havoga nisbatan bizniki inkosimiz bu yutal degan. Shunlashqa agar burunlardan bak eqib unda bo'lib ketganda, undan keyin dərhal oldin usullarni qilib yaxshi davolanish kerak. Hamda ba'zilar deydi dori ism bo'ldi, ishmisim bo'ldi, ishmay yaxshi ketadiganlarmi bor ekan degandek. Hamda menmo rasminsam dorini bak tashviq qilgan odam emas. Shunlashqa men yapon vaqtimdami shu televizorlarda ko'rgan doktorlarning degani hamda bir hisobda shu zukam bo'lsa-mu, agar dori ismi ishmisimi bir haftada ishgan bilan ishmaganni selishtiribdi-da. ishganlarmi o'xshash, ishmaganlarmi o'xshash nisbatan hamda bir hisobda. Agar hamda ba'zilar
psixolog jihatga qarab mangdi ekan, nima dori ichdimg'u deb azroq yaxshilanishga qarab mangdi ekan, ammo dorining ancha cho'ng ta'siri yo'qkan degan natijadan chiqargan bor. Endi men o'zim chiqargandim boy degandek shu tadqiqotchilarchu ashunaq tadqiqotlar bor ekan, shunglashqa oldirab doriga uygamanglar. Andan keyin yana birisi shu temperatura graduslarimiz o'rlab kelsa dərhal shu gradus tushirishga oldirab ketamiz. Bu toza yaxshi bo'lmaydigan ish. Gradus 38 bo'lib cho'nglarniki 38-39 bo'lsa, bu xuddiyalqi misal qilsak tumor qancha qizigan siri bakteriyani o'tirdi deydigan gaplar bor. Shuning o'xshash badnimiz qizigan siri badnimizdagi bakteriyalarni o'tiradigan roli bo'ladi ekan. Shunglashqa biza qizdim bo'lsam dori bilan uni bosman desanglar, tag'imdimi yolg'onish ahvoli ko'p ko'rildi ekan. Ondan keyin bolalarga nisbatan aytgan chaqda qizdimisi bak o'ylab ketsa, bak xatarlik ahvollar yuz beradi. Nima uchun degan chaqda boy degandek bolalarning immun kuchi ojiz bo'ladi. Shunga bolalarning bo'libmi yutilib burundan manqillar eqib bunda bo'lsa ham cho'ng masala yo'q, ammo gradusi bo'lib buvoqlarniki gradus yama o'rilab ketgan vaqtida shu nafas yetishmaydigan, tortishib qolgan ahvollar bo'ladi. Shunglashqa cho'qim jiddiy qarash kerak. Ondan keyin yana birisi shu so'g'aq olib ketdi deb haddidan hisobsiz qalin kiyib olgan qarindoshlarimiz bor. Meningcha hamda bu qancha qalin kiygan siri odamning badani dikalqi suyuqlik sirtqi chiqish nimasi yuqorilab ketadi. Nima deb degan chaqda yoz fasli o'tib hozir kuz fasli kelgandan keyin buni o'zim sinadim rostdan degan chaqda. Shunglashqa biz ham qadimdan tortib avlodlarimiz va qalin kiyilimiz shu qilib buvoqlarni tortib bolalarni hammani qalin kiygizotdi uyning ichidami. Onda qilgan siri bolaning badallari bir narsa chiqib boshqa olib ketdi. Amal ba uy normal bo'lsa yelin kiygizib bergan yaxshi. Buni ham demasam o'qiganlar ko'p. Shunga bu jihatlarga diqqat qilsak deb o'ylayman. Andan keyin hamda men boy degandek kasbiy jihatlardagi narsalarni tushuntirmay deb o'yladim. Mavo resim orqali hamda oddiygina bo'lsa-mu, shu o'pkimizniki qanday shaklda ekanligini o'qislar asosan, ammo ichki qismlari qanday, biz qanday nafas qanday bo'ldi, undan keyin karbon dioksid qanday bo'ldi deganni qisqa bir tushuntirib o'tayman tuvandagi rasmlarda. Mana bu bizniki odatdagi o'pkimizning shakli shunday bo'ladi. Sol tarafda ikki yaproqcha desak bo'ldi, ikki parcha, o'ng tarafda 3 parcha. Buniki sirtqi shakli shunday deb tushunib tursak, andan keyin resimda mo'yla ko'rgandek, shu o'pka sol o'ng tarafdagi o'pkaning oralig'ida shu yurakning joylash ahvoli shunday bo'ladi deganning tushuntirishi. Resim tushuntirsam, hamda ko'pincha bilamiz, o'pkiniki shaklini shu xuddi tabiatdagi daraxtlarniki oltiga o'xshatamiz. Albatta to'g'ri deb o'ylayman. Men shunday his qilaman. Shunglashqa o'pkining ichki qisminiki tuzilishi shunday bo'ldi. Men xuddi barangda o'sgan uzumga o'xshash, shunday ko'pikchilar o'pkiniki ko'pikchilari deb ataymiz ham bir hisobda. Bu ko'pikchilar qanday bo'ladi degan chaqda bu ko'pikchilarniki cho'nglatgan resmi. Cho'nglatgan chaqda shunday shaklda ko'rindi deb mikroskopda shu necha yuz asata, necha ming as qilib cho'ng ko'rsatgan image desak bo'ladi bir hisobda. Shunday ko'rindi. Andan keyin bu o'pkiniki shu ko'pikchilariniki atrofida shunday qizil qon tomir, ko'k qon tomirlari shunday aylanib turdi-da. Buning qanday roli bor deb o'ylab qolishinglar mumkin. Mushu orqali mush tomirlar mushu cho'gilab turg'ashqa biz nafasni oksigen bilan karbon dioksidini mushu o'pka puyuqchilarida almashtiramiz. Resimni ko'rgandek, bu ko'k yumbuloq oksigenning belgisi. Ondan keyin karbon dioksidi ko'pincha bilamiz. Shunglashqa sirtdan oksigenni sumirib, sumagandan keyin qon tomiri, qildam qon tomirlar shu o'pkiniki boy degandek eng uchi desak bo'ladi, eng uchiga joylashgan. Shu qon tomirlar o'pkiniki boy aylangan, shu o'pka puyuqchilarining aylangan qon tomirlar orqali oksigenni qon tomiriga kirgizib, karbon dioksidini bizniki nafasimiz orqali sirtqa chiqaramiz. Endi bu resimlarni ko'rib balkim ba'zi qarindoshlar albatta kasbiy bo'lib ketdi deganlar bo'ldi.
Ama hem de meningçe en addi usullar arqılıq, en düşünüşlük dep asasen qeyrindaşlar düşüne alaydı dep çıqırıp atman. Teğindim inçiklep mesela mikro kısımlarını sözlep qısam bek mürekkep bop kitudu. Hatta hem de biz alqı medisina öğrengen adamlar gibi ters toqtaydı uçu. Demekçi adetki qara tilimizde, zağır tilda sözleşke tirişime. Anandan keyin yana bir dep qo'ydigan ish necha qatim o'ylab men burun YouTube nurumdimi dedim o'qimayman. Ammo shu kela qatimlarda vaqt chiqarib yurak qismini so'zlayman. Bay tushundirgandek o'pka bilan o'pkaning o'pka shu yurakning atrofini qo'g'dab turdi-da. Hozirgacha hamda yoshlardimi ko'pkan, ammo cho'nglardimi ko'parak shu yurak muskuli yallığı desek bo'ladi, Uyg'urchaga shinjiyan deydi Xitoycha. Aşnaq bo'lgan ahvollarda tuyuqsiz hamda shinjiyan deb diagnoz qo'ydiganlar borki, ammo amaliyotda undaq kasalmi yo'q ekanda. Hamda mundaq deganim u kasal emas, o'pkiniki oksigen yetishmaslikdan shu so'l taraf bo'libmi. So'l tarafniki sancış deymizmi, Uyg'urchani topolmay ketdim, xapmaysizlar. Ko'pincha o'ylada hozirgacha hamda mendan bo'lgan, shunlashqa shuni bir deb qo'yay dedim. Qandoq qanchaqda shuni darhol yaxshi qilib bo'ldi deganni. Buningda bir harakat qilgan bo'ldim. Shunga hamda ba'zida bunda o'ylab baqsaq yurikimiz vaqt sanjida ishlar bo'ladi. Men bay deganda ko'pincha o'yladi, hozirgacha hamda ko'pincha o'ylar jiq bundaq ishni beshimizni o'tkazdik deb o'ylayman. Shunlashqa darhol shu sanchigan chaqda, so'l taraf sanchigan chaqda ko'pincha o'ylar yurak deb o'ylab olamiz. Amaliyotda o'pkaga nafas yetishmaslikdimi bo'ladi ekan ko'pincha ahvollarda-ku. Gapni tushuntirmay ketdim. Shunlashqa shu vaqt chaqda masalan sizniki so'l tarafingiz ziqqiti sanchigan vaqtida og'zingizni yumib burun bilan çoğu nefes ağandığın kim baya ben sözleyen öpküniki köpükçeleriniki arsidiki oksigen bile karbondioksidiniki almışı bulup mu oksigeniki kanga kiriş tizliş dikende şunlaşka derhal koyutu diken ben onu özlem sınıdım. Bu olsa bulup mu şu yolda ketip etip şu uzun yol maşina haydaydiganlarda bo'ladigan ahvollar ekanchu. Shunlashqa hamda ko'pincha o'ylab bilmez ham o'yla o'zimiz gözümüz doktor deb shunga hamda ashna vaqtlarda darhol shu cho'nqur nafas olish eng muhim. Keyin bo'lsa keyin nafas olib o'zimizni qutuldirsak eng yaxshi usullar ekan demoqchi. Bu o'pka qismini hamda nechik bilib so'zlashni o'ylayapman. Bugun shu asosli shu zukam to'g'risida planlagandim. Hamda shu zukam bo'libmi bay degandek burundan, galdan, andan keyin ba'zida quloqdan shu yaponniki materialni ko'parib ko'rmamda. Shuningda shu burundan bo'lgan zukam, yutaldan bo'lgan zukam, quloqdan bo'lgan zukam har xil ushshaq bo'ldi ekanda. Bizim adeti degende burnumdan tutudu, közümde tutudu degan gaplar shuni yiqilishidi da bir hisobda. Shunlashqa bu zukam bakni bukasimi yana bir deb qo'ydiganim burunlar to'silib ketgan ishlar oldu. Shu vaqtda hargiz burninglarni qattiq qirmanglar. Nima uchun degan chaqda bu ammoylarimiz burun bilan mush quloqlarniki neyçileri tutaş keledi. Şunlaşqa asan quloq yallığı bo'lib jo'ng'argan degani ko'p anglagan sizlarmi? Quloqning yallığı bo'lish ehtimolligi, undan keyin quloq yallığı yig'ilish kelsa quloq pardasi yetilib ketgan ishlar bo'ladi. Şunlaşqa zukam bo'lib shu gal qismi kep to'xtab qoladigan ahvollar ko'pincha ahvollar bo'ladi ekan yutalni hisob qilganda. Agar yutilish ya'ni yig'ilishib ketsa baya ko'rsatgan o'pki qismiga asla kirgandan keyin nafas qisiladigan har xil xatarlik ahvollar yuz beradi ekan. Shunlashqa odatdagi zukamlar shu bay degandek bir haftadan 10 kungacha agar bak uzrab ketsa shu 3 hafta bo'ldi ekan. 3 haftagacha cho'qib doktorxonaga berib ko'rish eng yaxshi ish ekandan bir hisobda. Andan keyin shu davolash usuli kelgan chaqda ham o'ylagan har xil usullar bor. Ba'zilar
dori ichib yaxshilandi. O'zi hamda hozirgacha hamda mo'laniki 5 yil o'tgan har yili bir qatim bo'lmasa 2 qatim bo'ladi odam degan zukam. Ham zukam bo'lib tursa yaxshi bo'ldi degan gaplar bor. Albatta bu shu zukam degan bu shu tabiatga bo'lgan bizning inkosimizda. Shunlashqa bu mening demoqchi bo'lganim hamda bu zukamniki mening o'zimniki shaxsan fikrim zukam bo'lgan chog'da eng yaxshisi uxlash, yaxshi dam olish. Darımı bakma emas, uyqa bizning badanimizning immunit kuchini oshiradi. ھەركەتنى az qilib, amal bor, uyquni yaxshi uxlab qilsak, meningcha zukamniki tezroq yaxshi bo'lishiga yordam beradi deb o'ylayman. Ham ko'pincha o'ylab bo'libmi shu bizning yerlik davolashlar çamur deydi, suyuqaş deydi, shundoq narsalarni bekdeymiz. Ammo ishda tatmasa hargiz uzoqlab tamoq yemanglar. Mening deydiganim shu davomli. Shunlashqa holsizlik ketimiz deysizlar. Holsizlik ketdi odam, ammo holsizlik ketgan chog'da u vaqtda burundan, ko'zdan har xil suyuqlik chiqib ketganki badanimizga tuz moddasi chiqib ketadi degan gap. Shunlashqa masalan ichimliklar bo'lsa, tuzliroq qilib masalan tamoqni ko'nglingiz tatgan bo'lsa, azroq tuzliroq qisib yeysangiz badaningizga barakat bo'ladi. Shunga hamda bugun zukam to'g'risida zukam men bu so'zimizdan ma'mula hamda hozirgacha beshimizdan o'tdi. Shunlashqa bilimiz shundoq bo'lsa-mu, hamda shu har xil davolash usullari, andan keyin boy degandek öpkінің түзілішлері қандақ болды дегеніне біліп алғаннан кейін тағымдымы қиырындашыларға азырақ болсымы ярдым болып қалам деп бұл қатым бұл зукамны сөзілдім. Әмді келе қатымда мұшы öpkünlükке қысымларының азырақ сөзләп, онан кейін жүрек қысымыны, анан кейін бөрек дейміз, әр бір әзаланы өзімнің білідіған дайырды қиырындашылар білән bir fikirleşip sözler dep oyladım. Ahırda meniki muş YouTube'ni yaxtırıp görüp atkan qeyrindaşlar köptün köp rəhmət. Əza bolup görüp atkan, qollap quvvatlap turub atkan qeyrindaşlar köptün köp rəhmət. Hər qətim köygen çağda ma qolni mana besishni unutib qalmanglar. Rəhmət əmsə mənlərə xeyir xoş.